keling pasha. Mana sizga naskicha oldim. Voy, rahmat oyijon, xursand bo'ldim. Bilsiz bilarsiz. Oyijon, uyda go'sht qolmabdi. Ha, endi qolmaydi-da, sizga naskicha olgandan keyin. Uni nima aloqasi bor? Anta dadajoningizni miltiqlarini olib chiqsangiz, yashab tozalasangiz, o'polga chiqamiz-da, ayg'imi, jirafni olib kelib, o'sha ovqat yeymiz. Oyijon, to'q o'chib qopti. Ha, endi sizga naskicha olgandan keyin svetli pul to'la olmadik-da. Sham yoqamiz endi nima qilardik? Voy, oyijon. Gap qaytarmang. Boring, bozorga tushing-da, fonni solib chiqing. Mashinaga vrushatka qilsak zo'r chiqardi-da. Voy, qildiringli zo'r chiqadi oyijon. Yo'q, endi qildira olmaymiz. Sizga naskicha oldik, qo'yamiz so'yib qolmaslik uchun. Sotamizmi paypog'immi? He, kelgani arzonga ketadi o'rgiling. Ya, issiq suv yo'qmi? Issiq suvimizni puli tugagan, o'chib qo'ygan. Ha, chop gazga suv qaynatib kiyma qo'lim yuvaman nima qilib? Gugurtimiz ham tugagan. He, kelinga naskicha olmaganda shuncha narsamiz bitardi. Yo, senga paypoq olib nima gap bor endi? Allo. Kelin, men bagima nonolikiga keldim. Bu yerda 12 kishilik komplekt, naborlar $49 bo'lib ketdi. Yana italyanskiy stilda ekan, qarang. Ketsam ishonmaysiz, Italiya modeli komplekti atiga $39 ekan, kelin. Sizga bitta qo'shib olaymi? Mayli oyijon, faqat minnat qilmasangiz bo'l. Nima? Hazillashdim oyijon. Oyijonga ham hayronman, nuqul paypoq olib berganlarni yuzimga solaveradilar. Olsin, siz 2 kunga chidolmadingiz. Mana 3 yil oldin olib bergan paypoqlarni yamab kiyaman.